bitta ayrim bitta nimalarga savolim bitta qiziq paradoksda blogerlar, jurnalistlar sizlardan intervyu olganda o'zinglarni olib qochasizlarda, keyin sizlar deydi mumkin emas deydi video olib chiqasizlar. E, Keyin shu bo'yicha masala bo'yicha video qilib chiqadigan bo'lsa, yolg'on ma'lumot tarqatdi deb sudga berasizlar. Keyin ommaviy axborot vositalarida, o'zingizning saytingizda shunaqa bir ma'lumot berasizlar, yolg'on ma'lumot tarqatdi deb. Garchan o'sha fakt dalillar bilan, isbot dalillar bilan qilsa ham, mana shunaqa yolg'on ma'lumot tarqatdi deysizlar. Keyin keyin agar mabodo fakt dalillari bilan, isbot dalillari bilan har bitta detallargacha bir material qilib chiqaraveradigan bo'lsa, keyin sizlar aytasizlarki, mani obro'sizlantirdi deb sudga berasizlar. Hozir men gapirayotgan gapimni ham shuni gap nima qilib chiqayotgan bo'lsam, yolg'on nima deydi, teskari tashviqot qilmang deysizlar. Buni qanaqa tushunish mumkin?